أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: الاسم الذي يدخل التنوين والحركات الثلاث جميعا يسمى منصرفا، كقولك هذا رجل ورأيت رجلا ومررت برجل. والذي يدخله الرفع والنصب فقط، ولا يدخله التنوين، وإنما ينسب في موضع الجر يسمى غير منصرف، كقولك هذا أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد. والذي لا يدخله التنوين والحركات الثلاث جميعا يسمى مبنيا، كقولك من وكم وهؤلاء وأمس. فصل: إذا كان في آخر الاسم ألف مكسورة لم يظهر فيه الإعراب، كقولك هذا الرحى ورأيت الرحى ومررت بالرحى. فصل: إذا سني الاسم ألحق بآخره ألف ونون مكسورة أو ياء مفتوحة ما قبلها ونون مكسورة، كقولك رجلان ورجلين وغلامان وغلامين. الألف علامة الرفع في التثنية، والياء علامة النصب والجر. تقول جاءني غلامان وهذان رجلان، كما تقول جاءني غلام وهذا رجل، ورأيت غلامين، كما تقول رأيت غلاما ومررت بغلامين، كما تقول مررت بغلام. فصل: الجمع على ضربين: جمع التكسير وجمع التصحيح. فجمع التكسير ما تكسر فيه نظم واحد، كقولك رجال في جمع رجل. وجمع التصحيح ما سلم فيه نظم واحد، كقولك مسلمون في جمع مسلمين. فصل: كل اسم إذا جمع جمع السلامة ألحق بآخره واو مضموم ما قبلها ونون مفتوحة أو ياء مكسورة ما قبلها ونون مفتوحة، فالواو علامة الرفع في الجمع كالألف بالتثنية، والياء علامة النصب والجر. تقول جاءني مسلمون ورأيت مسلمين ومررت بمسلمين. وهذا الجمع يختص بالعقلاء. وأما جمع التكسير فيكون فيهم وفي غيرهم. Bu bir peslidir. İsimki kirdi o isimga tanvin 3 hareket.
Hemmisi atılıdı o isimli munsarip dep atılıdı. Seninki haza reculun ve ra'aytu reculen ve meratu bi reculin degan oşkun. O anda bir isim ki kirdi o isimga rab'i ve nesb fakat ve kirmeydi o isimga tenvin kirmeydi. Ve gep şunu mestur nesb kılınıdı. O isimli zırnınki ornada atılıdı o isimli gayrimunserip dep atılıdı. Seninki haza Ahmedu ve ra'aytu Ahmeda ve meratu bi Ahmeda degan söz oğuşkan. Onda bir isim ki kirmeydi o isimga tenvin. Ve üç hareketli hemmisi atılıdı o isimli mebni dep atılıdı. Seninki men haulai emsi degan söz oğuşkan. Fasıl kaçadı ki bolsa bir isimninki ahırda elip maksur bolsa aşkar olmaydı o isimde i'rab. Seninki hazır raha ve ra'aytu raha ve meratu bir raha degan oşkan. Deydi. Fasıl kaçadı ki tasdik kılınsa bir isimni koşuludu şu isimninki ahırga elip ve nuni meksur yoki zibar o'qilg'ichi yoki zibar o'qilg'ichida ol yoninki oldi ve zir o'qilg'ichi nun. Seninki raculani ve raculayni ve gulamani ve gulamayni ve gulamani deganga o'xshagan. Gulamani degan o'xshagan ve gulamayni deganga o'xshagan. Men ilip Rabbining alametidir tasdide ve ya nesba cernin alametidir deysen caani gulamani ve hazani reculani deysen kandaki deysen caani gulamın ve haza reculun deytin ve ra'aytu gulamayni deysen kandaki deytin ra'aytu gulamen deytin ve deysen meratu bi gulamayni deysen kandaki deytin ra'aytu bi gulamin deytin. Fasıl cem'i iki kısımga bölünüdü. Cem'i taksir ve cem'i tasih. Cem'i taksir anda bir cem'idir ki sunup ketdi. Şu nersede ol cem'i de mufret vahidninki şekli yani tizilişi. Seninki ricalun degan söz oşugan raculunninki cem'isi de. Ve cem'i tasih anda bir cem'idir ki salamet kaldı ol cem'i de vahidninki tizigi. Seninki muslimune degan söz oşugan muslimunninki cem'isi de. Fasıl her kandak isim kaçaniki cem'i kılınsa o isimli cem'i salamet tarikisi da koşuludu şu ismin ahırga vav ki peş okuluğucuydu ol vaninki aldı deki harp ve ziber okuluğucu nun ya ki ya koşuludu ki zir okuluğucuydu ol yanın aldı deki harp ve ziber okuluğucu nun. Ondan o diken vav Rabbinin alametidir cem'i de ilip oşugan tesnide. Ve ya ziber ve zirnin alametidir. Deysen cani muslimune ve ra'aytu muslimine ve meratu bi muslimine deysen. Men bu cem'i has oludu ol cem'i akıllık kişilerge. Ve ama cem'i taksir pes boludu ol cem'i te ol ama cem'i taksir pes boludu ol cem'i taksir ol akıllık kişilerde akıllık nerselerde ve akıllık nerseniki gayride boludu deydi. Biz hem de
Erkat degan kitapni o'qib to'qanni. O'qib hozir ikkinchi ders oldu hozir. İkinci ders olgandan keyin hozir yeni bir fasl keldik. Oldingi dersimizde oldingi faslda i'rob degan nima, qancha qism bo'ladi, undan keyin ilif nun, ilif lam nun bular bir kelimede jo'g'inlamdi, bir yet kelamda kemmamdi deganlarning ustida to'xtaldik. Hozir endi ism ikki qism bo'lmoqchi. Bu yerda endi hem yüzü aniq demismi, gapning o'zining mazmunidan chiqadi. Birisi munsarif bo'lgan ism, birisi nima, g'ayri munsarif. Endi ma ismni aşı itibaridan yeni ikki qism bo'lamiz deydi. O qandoq desa, bir ismki unuğa tanvin va üç hareket kirdi. Mesela o isimga tanvin kirdiken, dundan olurken hem üç hareket. Qav o üç hareket degan zamme, fata, kesre. Mene bula kirdiken, hemmisi kirdiken, yani kirip onunki beşga bir amil kesse şundaqçı boludiken o isim. Birden o isim tanvin, bidem ço, zir, bidem ziver, muştaq boludiken. Uçağınızda aşındaq bolsa, biz uçağda bu isimni nemi deyimiz onu? Munsarif isim. Yani sarapa nemi kıldı, işletti deyin gap. İnsarafa nemi kıldı, işlendi. Yani munsarif işlendiği isim. Yani yukarıda bir amil kelse nemi dese makulda işlenip aşu yedik. Yumuşak. Aşındaq nemi bu? İsim deyin gap buludu. Şu an bu isim bu itibarından iki. Birisi munsarif, birisi nemi gayri munsarif. Hem de anla bir isim ki mesela Haza reculun ve raitu reculan ve meratu bir reculin dedik. Mesela haza reculun dedik. Mene reculun degenge tanvin hem peşnim kıldı, kirdi. Bu reculun nime o? Munsarif bo'lgan bir isim. Ve raitu reculan dedik ana. Reculan degen gapniki o'zi yuqoridagi amil. Nima qilmaydi? Ja'aga o'xshamaydi. Ja'a o men failni taqozo qilaman deb fail qildan pesh oldu. Ma ra'aytu degan o'zi nima qilaman deganda men nasb maf'ul qilaman deganda uni nima deb atadi, nima deb o'qidik? Rajulan deb zibar o'qidik. Endi bir sanda maratu bi rajulin dedik, ana rajulun hozir mayada tanvin ham nima o'qildi? Zir o'qildi. Undaq bo'lgandan keyin mandaq ismlar bo'lsa, biz uni nima deymiz? Uni munsarif ism deymiz. Şimdi onda bir isim ki onuğa rab'i ve nasbı kirdi fakat. Lekin kirmeydi o. Şu isimga tanvin kirmeydi. Ve la yedhuluhu ve tanvin depti. Va degan uşuk. Ve lekin o isimga nemi kirmeydi o? Tanvin kirmeydi o. O isim gap şudur şömestir. O yelik nasb okuludu zırnın ornuda. Yani o isimga tanvin kirmeydi, herkes tanvin okuşku bulmaydı. Ama o isimninki beşida zibar okutulgan, mesela zir okutulan bir amil kipti vurup cer. İşte ama vurup cer kega vaktiki üzide bu isim nemi okulu diken? Zibar okulu diken. Yani bunda olsa bu ismin gayri munsarif. Munsarif bulmagan neme o sen de patayımız. Mesela Haza Ahmedu ra'aytu Ahmeda ve meratu bi Ahmeda dedik. Men Ahmed degan nima o? Gayri munsarif. Gayri munsarif bo'lgan bu ismniki o'zini Ahmadun deb tanvin o'qishga bo'lmaydi. Va ra'aytu Ahmadan deb tanvin o'qishga bo'lmaydi. Bunida rafi nasb bo'ldi. Ammo zir o'qimoqchi hamdi marartu bi Ahmada dedik. Ba degan urib nimeti o jarti. O'zining kelgan ismini zir o'qitdi. Ham zir o'qitgan bo'lgandan keyin asli Kaydı boyunca bir Ahmedi deyiş gerekti. Lekin bu gayri munsarif bo'lgandaki bu isim zir okulduğu yanınki üzüde nemi okuludu? Zibar okuludu. Şunun için nemi dedik bunu? Bir Ahmede dedik deydi. Hem hoş, hem de yukarıda hem de bu üç hareket hem tanvin aşında kirgen bolsa uçanınki üzüde bu isim nemi o mu'rab. İşte hem de mu'rab. Hem de tanvin kirmeydigan fakat
zir o'qilgan ya zibar o'qilgan unda ism bo'lsa nima ekan u? G'ayrimunsarif. Ya'ni ism mu'rab ikki bo'ladi. Birisi munsarif, birisi nima? G'ayrimunsarif. Endi mayada endi anda bir isim kirmaydi onun tanvin. Yani üç hareket nem qilmaydi bu yerda kirmaydi. Tamam endi üç hareket qavamda zir, zivar, pash hammasi çoğu bir isimga arab tilidagi isim kirmasa, u chog'niki o'zida bu ismniki o'zini nahviy ulamolarimizning kitoblarida nima deb ataladi? Mabni. Yani isim mabni deb nima qiladi? Ataladi. Yani isim mabni va isim beşga qancha amil kasimi hech qanday o'zgarmaydi. Ashu mabni degan nima degan gap? Bana yapni degan gap yasidi, kujdi degan gap bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin ism mabni degan ashu gapni degan adam ash qo'ygan petim, boshda degan petimni bo'ladi, unuga qancha amil kasim o'zgarmaydi degan gap. Masalan, seninki men, kam, haulai, amsi degan so'zga o'xshagan. Mesela men desek bu isim nima o? Mabni. Bununki beşga her qanday bir o'zgartirilgan bir amil kasun, o hergiz nima qilmaydi, o'zgarmaydi. İkincisi nima? Kam. Üçüncüsü haulai, dördüncüsü nima? Amsi. Meni bular hammasi nima o? Isim mabni. Hem üç hareket kirmaydi o, hem tanvin o'qishga bo'lmaydi. Men mushundaq bo'lsa bu isim nima deymiz uni? Isim mabni deymiz deydi. Bu bir fasldir. Qachoniki bir ismniki oxirida ilib mahsur bo'lsa, oshkor bo'lmaydi, u ismda i'rob. Seniki hozir raha degan so'zga o'xshagan. Va ra'aytur raha va maratu bir raha debdi. Mana bu yerda endi shu ismniki oxirgi yana harfniki e'tiboridan nima yerda bir qancha qism bo'ladi. Ya'ni ism nima mahsur, ism naqis, ism sahih deb atilgan bunda bir odat var. Anda o anki bir ismniki ahırda ilib mahsur, qisqartılgan. Yani bu yerda qisqartılgan degan gapning o'zidan ilib cho'm mamdud emas degan gap. Aslida ilib bo'lgan bo'lsa, uniki oxirgi bir hamzani akilish kerak, so'zish. Hamra'u, savda'u, bayda'u degandek. Endi bu hamza bo'lmagandan keyin shu hamza qisqartilib ketgandan keyin shu bu e'tiborda ismni nima deb ataladi? Mahsur. Qasirun degan nima? Qisqa degan gap. Unda bo'lgandan keyin mushunda bir ism mahsur bo'lgan bo'lsa, bu ism mahsurninki oxirida beshiga har qanday omil kirsimi, shu omilni talab qilgan yeliq i'rob, yeliq harakat nima bo'lmaydi, u yerda oshkor bo'lmaydi. Shu petim turdi. Masalan, hozir raha dedik. Mana bu tugman teshi dur dedik. Men ar-raha degan ism mahsur bo'ldi. Aslida mubtada xabar. Biz ham yuqorida nima qilgan tukana o'qidik avomilda. Ya'ni ki mubtada xabardagi omil nima? O omil ma'naviy bo'lib, yuqorida yiliq omilniki kammasligining o'zi labzi uchoqda nima bo'ldi? O omil ma'naviy bo'ldi dedik. Mana mubtada xabar pash o'qilgandan keyin pash o'qitgan omil ma'naviy bo'lgan bo'ldi. Aslida pash o'qitgan bo'lsa, o'chaning o'zida uchiq oshkorchi tilimizda chiqish kerakdi. Lekin tilimizda hozir chiqdimi? Hozir raha desak, chiqmadi. Va ra'aytu raha desak ham ra'aytu fil fa'il ar-raha degan nima? Maf'ul. Maf'ul bo'lgandan keyin maf'ul nima o'qiladi? Zibar. O'qiladi, ammo zibar oshkor bo'ldimi? Bo'lmadi. Va maratu bir raha dedik. Bir rahaninki hamda badigan nimati o urib jar. Anda olgandan keyin buningki oxiri ilib mahsur bo'lgandan keyin u yerdagi zir o'qilgan vaqt yuzida oshkor bo'ldimi? Bo'lmadi. Men mushundaqchi bo'ladi. Siz buni o'qib qo'ying deydi. Endi bu kitobda shunda qoidani, o'sha qoidani har bir fasl qilib, ixcham. Men bunda xolada, unda xolada deb ashta deb qo'ydim. Bu bir fasldir. Qachoniki tasdiq qilinsa bir ismni, hamda tasdiq qilinsa, ya'ni ikkilik ma'noni bildiradigan ishni hamda bir mutakallim bu yerda nima qildi, hamda iroda qildi. Iroda qilmoqchi bo'lsa, o'chan o'zida qo'shiladi shu mufrat bo'lgan
mufratni ya'ni tasdiq qilmoqchi bo'lgan ismning oxiriga ilibni va nimani zir o'qilgan nunni. Tamam de. Racudun desek onun oxiriga nimani qo'shib kelamiz? Ilib racula. Undan zir o'qilgan nima? Nun. Raculani. Yoki bu replik holat bo'lgan endi. Yoki onun oxiriga yani qo'shimiz ki zirver o'qiluvchi idi shu yaniki oldidagi nima harf. Tamam, raculay ne dedik? Yani hem zir nunni qo'shimiz raculay ne desek oxiriga ya qo'shdik, yaniki oldidagi harf nima? Raculay lam. Mana yaniki oldidagi harf lam nima o'qiladi yerda? Zibar o'qiladi. Mushundaq mana ishni qilsak o bir degan ma'noni bildiradigan ism nima bo'ladi ekan? Ikki degan ma'noni bildiradi deydi. Mesela seninki sözün o'xshagan raculani va raculayni degan sözün. Mesela raculan asli mufrat nima? Raculun. Onun oxiriga ana ikki er kishi demoqchi bo'lgan bo'lsak, ilibni qo'shdik, racula bo'ldi, nunni qo'shdik, zir o'qildigan raculan olduk. Onun deyken replik adeti bunda oldu. Andık raculayni dedik. Raculayni degan vaqtning o'zida onun oxiri yani qo'shdik. Yaniki oldidagi lam nima o'qildi ana? Zibar. Ondaki zir o'qilgan nunni qo'shdik. Shuning bilan raculayni oldu. Mana gulamani, gulamayni dedik endi. Endi bu yerda endi buningki oxiriga ilib bilan nun yoki yo bilan nunni nim qilmoqchi, qo'shmoqchi. Nima uchun bu ilib yani qo'shimiz desa, ilib Rabbining alomati bo'ladi tasniyda. İsim ikkilikni bildiradigan bir isim bo'lsa, beshiga bir tashviqdan bir omil kelib qolgan bo'lsa, mana bu choniki o'zida ash ilib kelsa, biz nima ekan bu? Pash o'qilibdi, ya fa'il ya maf'ul ya xabar yoki nima? Xabar mushtaqchu mubtada mushtaq bo'libdi deymiz deydi. Endi ya bo'lsa zibar o'qitgan va zir o'qitilganning nimasi o? Alomati. Endi raculayni bo'lgan bo'lsa, ya o'qilganning o'zi nima o'qitdi? Yuqorida ya zibar o'qitgan bir omil kelibdi. Shu sababdan zibar o'qil ya o'qilibdi deymiz deydi. Shunga bir qatim ilib, bir qatim ya nima qildi qo'shiladi. Qandaki deysan, nima deysan? Ja'ani gulamın. Ca'ani gulamani mesela. Ve hazani raculan deysen. Ca'ani gulamani desek yani gulamani degen neymi bu? Yani ahirka iliplen onu koştuk. Çünkü ca'a neymi kılmakçı yerde payl olmakçı. İşte mi payl kılmakçı? Payl olanı ki payl neymi okuldu? Ziber, zir, peş okuludu. Yani peştin alameti. Hazani raculan desek Mene raculan degen neymi bu? İlip. Yani nun oldu bu haber. Haber oğandaki bu peşlik oğan oldu. Kandaki deysen Ca'ani gulamın vaza nime raculun deydik yani. O deysen ra'aytu gulameyni deysen kandaki deysen ra'aytu gulamen. Deytin Rabbi nesbik adette. Bu mun nesbik adette nime dedik bunu? Leyni. Gulameyni deyimiz değil. O meratu bi gulameyni deysen kandaki deysen ve meratu nime meratu bi gulamin deysen deydim. Şunun olan cem'i karışını nime kıldık gaziyer bildik. Cem'i dedik ki nime keldi demde tasni. Nime cem'i. Tasnideki nime keldi o cem'i. Endi cem'i iki kısımga bölünürdü. Ama cem'i degen vaqtning o'zida köplük. Tamam de köplük degen gap. Aşı ikkiden yuqori bo'lgan vaqtning o'zida bu nima bo'ladi o? Cem'i oludu. Mesela 3 en tövbeden onunki yukarısındaki nemisi yok, sani yok. Yani o yerde deydi cem'i iş kısım oludu. Birisi cem'i teksir, birisi cem'i tesih. Anda o andaki cem'i teksir degen neymi olsa cem'i teksir anda bir cem'idir ki solup gitti, buzulup gitti. Şu cem'ide vahid mufratninki tizilişi. Vahid mufratninki aşu kanda tizilgan bolsa onu cem'i kısak şu tizilişi buzuluk yetip kalgan bolsa cem'i teksir. Yani sönüp ketken
Sunuq nima? Mana vohidi, yana vohidniki shakli buzilib sunib ketgan jam'i deymiz. Masalan, rajulun, masalan, rajulun degan gapni jam'i qavaqning o'zida nima deymiz uni? Rijalun. Buniki rajulunninki tizilishi nima? Ra. Zibar unidagi nima? Pash. Unda uni jam'i qilsak, uni nima deymiz ana? Rijalun. O'zgarib ketdi. Endi jam'i tasih degan nima? Jam'i tasih degan anda bir jam'idirki, salomat qildi shu jam'ida vohidning nimasi tizilishi. Ash vohid mufratniki tizilishi shu patim qilib uni oxiriga jam'ini bildiradigan narsani qo'shib qo'ysak, bu nima u? Jam'i sahih. Tasih, ya'ni sog'lom nima? Jam'i, ya'ni vohidniki o'zi sog'lom qilib qolgan nima u? Jam'i deganlik bo'ladi deydi endi. Masalan, muslimuna. Mesela muslimninki jam'isida nima deymiz? Muslimuna deymiz. Ana muslimun uniki oxirga vav bilan nun qo'shdik, jam'i qilamiz deb. Vohidki vaqtiki yana mu deb mim nima o'qildi? Pash, sin nima? Sakin. Allam zirti ana shu patim jam'i qandikimi aynan çok qoladi. Mana mushuna jam'i bo'lsa, nima deymiz uni? Jam'i tasih, ya'ni jam'i salomat degan gapmi shu endi. Bu bir faslidir. Her qanday bir isim qachoniki jam'i qilinsa, o ismni jam'i salomat tariqasida qo'shiladi shu ismninki oxiriga. Ya'ni jam'i salomat. Ana yuqorida jam'i salomat degan, ya'ni vohidniki o'zi sog' salomat qolgan nima o? Jam'i degan gap. Yuqoridagi yana jam'i tasih degan shu. Biz endi uni endi aşu mufridi aynen şunda qilib qolsin, buni biz jam'i qildi demoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Shu chog'ning o'zida bu ismning oxiriga vavni qo'shimiz. Bir qo'shimizki, pash o'qilg'ichi shu va'ning nimasi oldi kirib. Va'niki oldiga masalan muslimun desak, uniki oxiriga vavnuni qo'shimiz. Shunga nima bo'ladi? Muslimuna. Ana va'ni qo'shdik, va'niki oldi mim nima o'qildi ya-da pash o'qildi. Buni nima qilamiz? Uni uchun qo'shimiz. Undan keyin zibar o'qilgan nun. Ana muslimuna o'qiymiz deydi. Qo'shimiz deydi. Yoki zir o'qilgan yoki yani qo'shimiz ki yaniki oldidagi harf nima o'qilg'ichida zir. Mesela muslimina desek, yani yanı qo'shimiz, yaniki oldi mim nima o'qiladi? Zir. Shuningdek zibar o'qilgan mim nunni qo'shimiz, shuningdek jam'i salomat bu yerda cho'q keladi deydi. Undan keyin bu jam'i salomatdagi vaniki o'zi rab'iningki belgisi bo'ladi jam'ida. Shu muslimuna deb kelgan vaqtimizda bu rab'i yupti deymiz deydi endi. Mesela ilib qo'shgan tasniydan. Ama tasniydi mu ilib nemin alameti belgisiydi, rab'iningki alameti. Şundan oldu deydi. Ya olsa zibar ve zirning nimasi alameti. Mesela muslimuna dese, o'chan yuqorida zibar o'qitgan ya zir o'qitgan bir amil kelgan bo'lsa, o'chan o'zida nima keldi tana ya. Ya kelgan bo'ldi, o'chan o'zida zibar ya zirning alameti bo'ldi deydi. Menda deysan, jani muslimuna va ra'aytu muslimina dedik. Muslimuna dedik. Vav nunni qo'shdik rafilik holatda, chunki fa'il degan nima bo'ladi? Rafi bo'ladi. Va ra'aytu muslimina dedik. Ra'aytu fil fa'il muslimina nima? Maf'ul degan nima bo'ladi? Zibar. Zibar bo'lgandan keyin u zibar o'qitman degandan keyin yani ya bilan nimani qildik? Nunni qo'shdik. Yaning oldi nima bo'ldi? Zir o'qildi, nun zibar o'qildi. Va maratu bi muslimina dedik. Ana ya bilan zibar o'qilgan nunni qo'shdik, yaniki oldi zir bo'lgan bo'ldi. Bu nimelik holatda, zirlik holatda. Bir muslimin desek, bu degan nima qildi? O'ziniki kelgan ismni zircho qildi dedi. Endi mal jami, qa jami, ashundaq vavdan nun yoki yovdan nun mushta jam'i salomat tariqasi qilgan bu shu jam'i faqat xos bo'ladi aqlli kishilarga. Ya'ni aql va jini va ammo aql va yani fikr qila oladigan, o bu xato ma to'g'ri deya oladigan
kişilerge yani şulağa nima o has. Anda o andakin akıllı kişiler kim o? Mesela hayvandan başka hemmesi. İnsan, cin, pirişte. Benim muşluğun kelgen vaktin yüzüde onu cem'i kılıştığı vaktin ki yüzüde açtan nima kılımız onu cem'i çok kılımız valla nimadan değil. Ama cem'i taksir bu cem'i taksir akıllıklardan olur. Mesela ricalun. Tamam de imraatun, nisaun degendek. Ve akıllahınki gayriden olur. Tamam da akıllın beytun, buyutun, kitabun, kutubun dedik. Tamam maun, miyahun, kalamun, aklamun dedik. Cem'i taksir. Bundan da yani akıl yok. Tamam kitaplarınki yok. Bu öğlenin nemisi yok, akıl yok. Ondan o andayken bu her işkelisi çok cem'i kılışka boludu deydi. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.